Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Javohir. Bilasizlar, iPhone'da bitta kasali bor, endi qilig'i deydimi uni. Rasm bilan videoni ko'chirayotgan paytingiz, telefonda ayniqsa Windows'larda bo'ladi, Mac'da bilmadim. Windows'larda videoni o'tkazayotgan paytingiz, videoni xotirasi kattaroq bo'lsa, yarmi yetmay tashaveradi. Uzilib qoladi, qanaqadir muammo bo'ladi. O'sha muammoni yechishda bitta zo'r dastur bor. Ya'ni uni nomi UQ Tools. Video, rasmlarni ko'chirishda juda ham oson. Keling, hozir buni ishlashini qarab ko'rsataman. Telefonda ulaymiz kompyuterga. Agar birinchi marta ushbu dastur ishlatayotgan bo'lsangiz, bu yerda doверять degan yozuv chiqishi mumkin ingliz tilida yoki rus tilida. O'shanda doверять bosamiz, ya'ni ishonish degan ma'noda keladi. Keyin ulaganimizdan keyin kompyuterda o'zini ma'lumotlari chiqadi. Bu yerda foto, приложение, muzika, ya'ni qo'shiqlar hammasi haqida ma'lumot beradi. Misol uchun, приложение, ya'ni dasturlar bo'limida siz telefoningizda nechta programma bo'lsa, hammasi haqida ma'lumot olib turishingiz bo'ladi. Uni ichida o'chirishingiz mumkin yoki bo'lmasam ichida rasm, videolar bo'lsa, o'shani ichida ham misol Blackmagic Cam degan bu ham kamera vazifasini bajaruvchi dastur. Bunda ham misol uchun media bo'limida videolar bor. Buni ichidan ham ko'chirib olsangiz bo'ladi. Hamma rasm, videolar. Endi rasm, videolarni ko'chirish juda ham oson. Buning uchun foto bo'limiga o'tamiz. Va misol hozir eng oxirgi olingan misol videolarni ko'chirmoqchiman. Mishkani chap tarafini bosib turib belgilab, eksport degan joy bor. Eksportni bosib, o'zim uchun xohlagan bitta papkani belgilab, ana shu yerga OK bitta bosadigan bo'lsam, shu fayllarni asliga ko'chirishni boshlaydi. Bu juda ham oson. Oddiygina kabelni ulab to'g'ridan-to'g'ri ishlatadigan bo'lsangiz, yarim yetgan payti uzilib qolish, to'xtab qolish degan muammolar bo'lmaydi. Chunki buni dasturni o'zini maxsus drayveri bor. Telefonda ichidan o'zi kompyuter bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlab, anchagina yengil ishlaydi va muammosiz. Mana bu yerda eksport bo'lgandan keyin открыть papka qiladigan bo'lsa, videolarimiz o'sha papkaga tushadi. O'zimiz tanlagan papkaga. Keyin shu bilan videolar bemalol ishlasak bo'ladi. Ushbu dasturni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Bemalol o'tib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Ofitsialniy hammasi original. Har oyda обновление keladi.